Hurmatli kuzatuvchilar, bugun Xudo xolasa Bekakbar kompaniyasi maxsus showroomga kelgan. Patologga yoki obshivkaga qanaqadir material kerak bo'lsa, shuni narxlarini bilamiz aka. Endi mana misol nimalarga mana taraqlarimiz bor. Taraqlar bor. Keyin dekorlar, ashivkalarga taraqlar bor mana. Keyin nimalarimiz bor mana. Hozirgi nimada bo'layotgan misol tekstalitda, samakilashisi bu. PVH panellarimiz ham bor. Assortimentini zakaz qilganmiz. Xo'p, har xillari bor buni. Misol 10 ligi bor, 8 ligi bor, 6 ligi bor. O'sha zakazga chaqirib nima qildirib beramiz. Showroomga bu gulimizda bunaqangi variant bor. Bunaqa variantlari ham bor. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Xudo xolasa Bekakbar kompaniyasi maxsus showroomga kelgan. Sizlar uchun assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ismingiz nima aka? Hamidullo. Hamidullo akami showroomlarini bugun Xudo xolasa sizlarga tanishtiramiz. Qanaqangidir, misol uchun patologga yoki obshivkaga qanaqadir material kerak bo'lsa, shuni narxlarini bilamiz aka. Aka, bitta showroomni tanishtirib olasiz. Bo'ldi, xo'p. Qani. Endi nimalar mahsulotlarimizdan nimalar zarur endi? Xo'p, bir boshdan boshlayveramiz aka. Xo'p, endi mana misol nimalarga mana taraqlarimiz bor. Taraqlar bor. Keyin dekorplas, ashivkalarga taraqlari bor mana misol. Dekorplaslarimiz bor. Har xil turdagi Tayxu, Diamond, Silver Plus, har xil 5-6 xil nimalarimiz bor. Zavodlar bilan premo ishlaymiz. Ha, O'zbekiston, Toshkent. O'zbekistonda chiqadi. Demak, bu bo'lim ashivkaga, o'sha nimalarga, dekorativniy narsalarga qilsa bo'ladigan showroom mashina. Kafe, restoran, shunaqa narsalarga qo'ysa bo'laveradi. Xo'p, narxlari necha aka bular? Narxlari 30 ming so'mdan 34 ming, 35 ming holatiga qarab turib, turiga qarab turib ketaveradi narxlari. Demak, mashinalarda misol uchun necha puldan? Bularda narxi o'sha 34 ming, 35 ming, 40 ming har xil nimada ketaveradi summasiga. Sifatida bor farqi bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisida misol qolipida 7 lik, 6 lik har xil qolipdagisi farq qiladi, shunda farq qiladi narx-navosi. Keyin misol yangi mana misol modellar chiqqan, bular jicha qimmatroq bo'lganligi uchun qimmatroq hisoblanadi. Mana bu bunaqa modellarimiz bor, bular arzonroq modellar. Arzonroq. Bular tekstalit. Ha. Yo'q, tekstalit emas, bular dekorplas deyiladi. Dekorplas deyiladi. 60 santimetrligi ham bor. Bular faqat zakazga chiqarib beriladi. Keyin 40 santimetrliklarimiz bor mana. 40 santimetrliklar ham bor. Bular nimada bor? Sotuvda bor hozir. Demak, bular necha puldan necha pulgacha? 30 mingdan 35 minggacha ketaveradi. 30 mingdan 35 minggacha. Bu 40liklarimiz jicha qimmatroq. 38 mingdan boshlanadi. 40liklarki, ular ham 42 minggacha bor. Ha, bo'ldi. Nima turiga qarab turib, o'sha aytgandek 6 lik, 7 lik nimasiga qarab o'zgaradi. Razmeriga, sifatiga qarab o'zgaraveradi. Zo'r. Xo'p, endi keyin nimalarimiz bor mana. Hozirgi nimada bo'layotgan, misol tekstalitda, samakilashisi bu. Tekstalit, samakilashisi, o'sha orqasida klesi bor, yopishtirib turib, bemalol ishlatilsa, nima qilinsa bo'laveradi. Mehmonxona, obshivka, fasadlarga, misol uylarda, hammomlarga misol yopishtirib tashlasa ham bo'laveradi, chiroyli chiqadi. Ham arzoncha, tekstalitdan ko'ra tekstalitcha qimmatroq bo'lganligi uchun buni arzonroq varianti bu. Bu endi ko'proq uyni ichiga, ha, uyni ichiga. Buni ruloni pulmi aka? Ha, ruloni puli. Buni 180 ming so'm qilib beramiz, bir rulonini. Xo'p, mana ko'rishlar mumkin. 180 ming ekan shu ruloni. Bunda necha kvadrat bo'ladi? Bu 3 kvadrat bo'ladi. 120 ga 3 metr bo'ladi. 3 kvadrat bo'ladi. 3 kvadratdan oshiq 3 kvadratga hisob kitob bo'ladi. Mana bular juda qimmatroq. Bu qalinroq ekan. Bular o'sha tilla sveti borligi uchun juda qimmatroq chiqarilgan narxlar. Bular 240 ming so'mdan bular. Zo'r. Xo'p, demak bularimiz o'sha tekstalitda nima variant? Arzonroq varianti. Bizda keyin tekstalit mahsulotlarimiz ham bor. Bular ham o'sha nima ekani? Ha, o'sha nimalarki, o'sha u tarafda ko'rilgan narsalar. Yuravering. Xo'p. Bu PVH panellarimiz ham bor. Assortimentini zakaz qilganmiz, keladi. Bularda 280 ming so'm beryapmiz hozirgi holatda. Yana yangi assortiment keladi. Ularda arzonroq variantini chiqarishga harakat qilyapmiz. 260-270 ta atrofida bo'ladi. Bular 120 ga 280 bo'ladi. 120 ga 280 bo'ladi. Bular endi asosan nimaga ishlatiladi? Bular o'sha misol TV zonalarga, asosiysi, misol uylarga, hammomlarga, ashivkaga ishlatishyapti. Keyin misol bizda mana blasterlar bor. Bularimiz blaster o'sha aboyni burchak deyiladi. Shunaqa nimalarga ishlatiladi. Kleylar samaklashi yopishtiriladi. Xo'p, bularni narxini aytib o'raylik. Xo'p, narxlari o'sha 280 ming so'm hozirgi holatdagi. Bitta listda 280 ming so'm. Yana hozir yangi keladiganlar 270 ming atrofida, 260 ming atrofida narxni tushiryapmiz. Arzonlashtirishga harakat qilyapmiz. Demak, assortiment yaxshilashga. Assortiment yaxshilashga, xalqqa sal yengillik bo'lishga harakat qilyapmiz. Zo'r. Bularimiz nima ekan aka? Bular Faton deyiladi. O'sha 9 lik, 1.4 lik har xil nimalari bor. Bu ham o'sha haligi maytda ko'rdimmi? Mana.
Mana shular ham misol uchun faton. Faton deyiladi, ha. Keyin mana misol TV zonalarida ichiga bunday qilib yopishtirib tashlasa ham, yopishtirib qo'ysa ham chiroyli chiqadi. Ha. Taraqlar deyiladi, misol uji panel deyiladi, o'shaning ichiga yopishtirilsa chiroyli chiqadi. Aytayapsiz. Ha. Mana misol mana nimalarni ichiga va mana bunday qilib yopishtirsa ham chiroyli chiqadi. Tekstil oralariga, nimalarga oralariga. Zo'r. Bularda qanaqa metr pulmi nimasi? Donasi 280 bo'ladi bittasi. Ha, bo'yi 280 bo'ladi. 0.9 ligini 5000 so'm beryapmiz. 1.4 ligini 7000 so'm beryapmiz. Donasini o'shanda. Xo'p, endi bu tarafda karnizlarimiz bor ekan. Ha, karnizlar ham bor. Mana shu tarafda tanishtirsak, turgan holatda yoki ha, turgan holatda ham tanishtirsa ham bo'laveradi. Boshlayveramiz, qaysidan bo'lsa ham. Xo'p, har xillari bor buni. Misol 10 ligi bor, 8 ligi bor, 6 ligi bor. Bular endi ko'proq o'sha patologiyada gullari. Ha, bu o'zimizda mana misol nimaga showroomga ishlatganmiz. Mana chiroyli o'sha nima qilib 6 ligi, 8 ligi har xil shunaqa patologik burchalarni yopgan. Zo'r. Ustalarda asosiysi nimasini yopadi-da? Choklarini yopadigan nimasi? Karnizlarni har xil joyda har xil deyishar ekan, lekin bir xil joyda karniz deydi, har xil o'sha nimasiga qarab turib. Xo'p, endi bularda o'sha narxni aytib hozir bitta xili ko'p ekan. Ha, xili ko'p bularda. Endi bular nimaligi bular? Aboyligi. Aboyligi bular. Bular endi nimaga yopishtirilgan? MDF ga laminatga yopishtirilgan bular. Bular aboyligi. Endi bularda narxiga keladigan bo'lsak, hammasi har xilda. Misol 6 ligi 40 ming, 45 ming, 30 ming, 35 ming holatiga qarab, nimasiga qarab chiqaveradi. Bular hozir aytaylik, misol uchun bu laminatlilarda necha puldan necha pulgacha? Hop, 35 mingdan 45 minggacha. 35 mingdan 45 minggacha. Bularimiz bularda aboynilardiki 20 ming so'mdan 30 ming so'mgacha. 20 ming so'mdan 30 ming so'mgacha chiqadi. Buni nimasi? Donasi? Ha, bir donasi. Mana shu donasi. Xo'p, bularimiz 280 bo'ladi. 280 bo'ladi bo'yi. Bularki 240 bo'ladi. 240 bo'ladi. Ha. Xo'p, zo'r. Bu nima? Bular nima desa bo'ladi, xo'p. Bu o'zimizda sotiladigan narsa. Sotiladigan emas. Buni o'sha zakazga chaqirib nima qildirib beramiz. Bu showroomga chiroyli nima qilish uchun patologiya qilinadigan narsa, ha. Natijnoy patologiya. Natijnoy patologiya. Har xil nimalar, rasvetkalari, nimalar bor. Uni ustalari zakaz qilinadi, qilib chiroyli qilib bitkazib do'konda bor. Zo'r. Xo'p. Endi bu tarafda lyustralarimiz bor. O'sha patologiyaga patologiyaga lyustralarimiz hamma yo'g'imiz bor. Xo'p, endi bular narxini aytamiz aka? Bo'ldi. Xo'p, bularning kichkinalarimiz bularni 145 ming qilib beramiz. Xo'p, mana tepada yulduzchalarni 250 ming so'm qilib beramiz. 250 ming qilib. Bular o'sha nimalar, haligi misol nima desa bo'ladi? MDFlarda gullar hisoblanadi. 65 lik, 130 lik shunaqa narsalar hisoblanadi ular. Bular necha pul? Bular xo'p, bularning narxi taxminan bir 35 ming 40 ming atrofida chiqadi. Buni ham haligi xili ko'pda, misol 65 lik, 35 lik shunaqa xil borligi uchun nima qilinadi-da? Zo'r aka. Bu gulimizda bunaqangi variant ham bor. Ha, bunaqa variantlari ham bor. Uzun varianti ham. Uzun varianti ham bor. 25 ga 280 bo'ladi bu. 260 bo'ladi. Xo'p, aka, bu yerda ustunimiz ham afshifga qilingan ekan. Afshifga qilingan. Buni oldin qanaqa edi holat? Oldingi holati temir profildan qilingan edi. Temir profil. Ha, keyin bu showroomda qilayotganimizda shu Bekakbar kompaniyasidan nimalar kelishdi, akalar kelib, bo'ldi, ashti ustunlaringizga qilib beramiz, chiroyli bo'ladi deyshodi. Bo'ldi, shuna qildiryapsiz. Zo'r. Misol uchun hozir bizni ko'rib turgan kuzatuvchilarda ham misol terakdan qilinadi, trubadan qilinadi. Bemalol o'sha akamizga murojaat qilsalaring, manzil qayerda? Manzil Yozyovon tumani Xalq banki binosining ro'parasida Yozat 7 xazina. 7 xazina do'kon. 7 xazina deb qidirib kelsalar ham, xudo xolasa Yozyovon tumaniga. Bemalol showroomni ko'rib turibsizlar. Assortiment вообще zo'r. Xo'p, aka, endi Bekakbar kompaniyasidan nimalar borligi to'g'risida bitta qisqacha aytib o'tib ketamiz. Bekakbar kompaniyasi bilan biz ishlaymiz. Yaqinda misol boshladik ishlashni. Nimalar bor? O'sha 6 lik, 7 lik, 6 lik, 8 lik, 10 lik nimalar bor. Karnizlarimiz bor. Keyin fatonlar ham bor. Misol zakazga chaqirib beraveramiz buni ham misol. Faton nimaligini bilishlaring shu. Mana buni MDF bo'ladi. Mana nimamiz. Buni ustiga faton laminat qilinadi. Ana mana shu tilla bo'lib turgan narsa faton bo'ladi. Xudo xolasa Bekakbar kompaniyasi shunaqangi fatonlar ishlab chiqaradi. Xo'p, yana lyustralarimiz ko'ryapmiz. Lyustralarimiz ham bor. O'sha Bekakbar kompaniyasiga tegishli ular ham. O'sha yana nimamiz bor? Bekakbar kompaniyasining ugal o'ylarimiz ham bor. Bu choklarida ham nima qiladi? Palasalar bor. Narsalar ham
Ular olib kelib o'sha nima qilingan. obshivka, patolog hamma yoqqa Hamma yoqqa ketaveradi. ketaveradi. O'sha misol ustalarda oxirgi ishini yopadigan nimalari bor. Bo'ldi, zo'r aka. Xo'p, endi biza o'sha Yozyovon tumanidan yoki shu yerga yaqinroq bo'lganlar uchun telefon raqamingizni qoldirib ketasiz. 91lik 91lik 126 126 0251. 0251. Xudo xolasa akamizga bemalol murojaat qilaverasizlar. Yozyovon tumani yoki shunga yaqin hududda bo'lsalaring, showroomni ko'rib turibsizlar. Assortiment juda zo'r, hali ancha-muncha shaharda yo'q narsalar bor. Endi sizlarga shunaqangi misol uchun bizni ko'rib turgan do'konchi akalar bo'lsa, akamizga o'xshagan bemalol shunaqangi fotonlarni, MDFlarni, karnizlarni optiv narxlarda zakaz qilishlari mumkin. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. Obuna bo'lib, like bosib, videoni yaqinlarga ulashib qo'yasizlar.